JavaScript o'taman, yozaman. Function. Nima qilishim kerak? Menga endi A va B sonlari kerak bo'ladi. Ya'ni odam kirgizgan, mana bu yerga yozgan 15, masalan 20, 12 degan sonlar kerak bo'ladi. Buni yozib qo'yaman. Var A son deyman. Teng bo'ladi document get element by id o'tgan darsda ko'rdik, son A ga tochka values deyman. Var B son. Teng document get element by id son B ga tochka values. Endi biza shu joyda shunaqa vaziyat bo'lib qolishi mumkin. A va son B sonlari kirgizilmasdan turib, mana hisoblashni bosib yuborishi mumkin. Hisoblash. O'sha holatda xatolik ketishi mumkin. Shuning uchun biz A va B sonlari to'ldirilishini talab qilishimiz kerak. Shuning uchun if yozaman. A son teng, ya'ni teng bo'lmasa pustoyga, ya'ni bo'sh narsa qoldiraman. Va deyman. B son teng bo'lmasa pustoyga deyman. Xo'p, agar teng bo'lmasa bizni anaqani amalni bajarishimiz kerak. Agar aks holatdachi, balki prosta bundoq yozib qo'yaman. Aks holatda biza alert chiqarishimiz kerak. A va B sonlarini kiriting degan. Mana. Hozir mana shu bosib ko'rsak bo'ladi. Mana sonlar yo'q. Hisoblashni bosadigan bo'lsa, mana A va B sonlarini kiriting. Okey, mana bittasini kirgizib turib, ikkinchisini kirgizmasam ham chiqadi. Mana keloni bossamgina chiqmaydi. Endi bu narsa hal bo'ldi. Ana endi bizda sonlar bor. Bizga yetishmayotgan narsa hozir operator. Ya'ni mana masalan ikkita sonni oldik, uni qo'shamizmi, ayramizmi, nima qilamiz buni bilmaymiz. Shuning uchun biz mana bu yerda yana bitta o'zgaruvchi yaratamiz. Var oper degan document get element by id amal tochka value. Endi mana shu yerda oper degan ma'lumotga biz mana bu selectni ichidagi qiymatni olamiz. Ya'ni selectni ichidagi deganimiz optionni value'larni olamiz. Qo'shuv, ayru, ko'paytiruv bo'ladi. Ya'ni so'zli betda e'tiborsiz, ya'ni xohlagan narsa yozilishi mumkin. Mana shu joyda endi hozir biz ikkita sonni qo'shish, ayirishdan oldin uni solishtirib olishimiz kerak. Ya'ni nima o'zi u, qanaqa bo'ladi, qo'shiladimi, ko'paytiriladi. Bu yerda yana tekshiruv operatori kerak bo'ladi. Bu yerda switchdan foydalanishimiz ma'qul. Oper kiradi, uni kerakli ma'lumotga tekshiramiz. Ya'ni case plusmi deymiz. Agar ha plus bo'lsa, tepada bitta o'zgaruvchi yarataman. Var result teng 0. Haqiqatda teng bo'ladigan bo'lsa, unda result teng bo'lsin A B son, birinchi A sonni yozish kerak, qo'shuv B songa. Break esingizda bo'lsa, bu narsani tushuntirgan edim. Case agar ayruv bo'lsa, u holatda result teng bo'lsin A son ayrilgan B songa. Break case agar ko'paytiruv bo'ladi, ko'paytirilgan B songa. Break case agar oxirgi amalimiz qoldi, bo'luv bo'ladigan bo'lsa, u holatda result teng bo'lsin A son ko'paytirilgan B songa. Break default holat bor. Default holat return result teng bo'lsin 0 ga. Mana. Va oxirida resultni hisoblab topganimizdan keyin uni dokument boyiga mo'ljallangan elementimiz bor edi. Aynan shuni chiqaradigan display tochka inner text teng bo'ladi resultga. Mana. Tekshirib ko'ramiz. Mana shu holatda qani nima bo'lar ekan. Mana 23 qo'shuv 22 qo'shuv
Xo'p, qanaqadir xatolik bo'lgandir. Mayli, ayirishni qani tekshirib ko'ramiz. To'g'ri 1, ko'paytirish tekshirib ko'ramiz. Buni ham to'g'ri deb qabul qilamiz. Bo'lish tekshiramiz. Bo'lish ham mana hisoblanadi. Endi mana shunaqa holatda bizda qanaqadir xatoliklar chiqib qoldi. Qo'shuv 23 teng bo'lib qoldi 23 ga. Ya'ni mana shunaqa ko'rinishda ketib qoldi. Bu narsani to'g'rilaymiz hozir. Ikkinchi xatoyimiz bo'lish bosilganida bir xil ko'paytirishlar bir xil anaqa chiqdi, chunki amal ko'paytirishda qolib ketdi. Bo'lishni bir tekshirib ko'ramiz. 23 bo'lingan 22 qo'shishsa to'g'ri, bo'lish hozir ko'p qo'shib ko'ramiz, bo'lsak mana 1.4. Xo'p, endi nima uchun qo'shganimizda yonma-yon, ya'ni matematik amal emas, mantiqiy amal bajarilyapti. Ya'ni kilo mantiqan qo'shilib ketyapti. Qarang. Bu yerda shunaqa versiya bor, ya'ni mazmuni shundan iborat bu xatoning. Qarang, inputdan keladigan hamma qiymatlar, uni taypadan qat'iy nazar, tekst bo'ladimi, son bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, uni taypadan qat'iy nazar bizda haqiqiy sonimiz tekst sifatida ketadi, matn sifatida ketadi. Endi siz bilan gaplashgan edik o'zgaruvchilarni tushuntirgan birinchi darsimizda, agar sonlar yoki qanaqadir o'zgaruvchilar tekst bo'lsa-yu, o'rtadagi matematik amal bajarilmaydi, ya'ni qo'shuvni sharti bor edi. Ikkita tomoni ham son bo'lishi kerak, ya'ni konkret so'z anaqa bir qilinishi uchun konkret son bo'lishi kerak. Bu yerda bizda ikkita tomoni ham matn bo'lib qoladi. Shuning uchun endi buni to'g'irlashga to'g'ri keladi. To'g'irlash usullari mavjud, ya'ni foydalanamiz. Ya'ni men bitta yozaman. Esingizda bo'lsa, parse int b son teng bo'ladi parse int b songa. Bu holatda to'g'ri ishlaydi. Mana biz haqiqiy songa aylantirib oldik ularni. Bu holatda mana to'g'ri ishlashi mumkin. 23 22 qo'shishni bossak mana 45 chiqyapti. Lekin men 23.5 ga 22 ni qo'shadigan bo'lsam, mana aylantirib oldik. Endi butun songa aylantirib oladigan bo'lsak, qanaqadir o'nlik qiymatli sonlarni qo'shmasligi mumkin, kasr sonlarni qo'shmasligi mumkin. Shuning uchun biz buni ikkinchi usuli parse float ga o'girib olamiz. Ya'ni parse floatimiz bizda songa o'girib beradi. Bor o'zini ko'rinishda, ya'ni butunli songa o'girib beradi. Qanaqa ko'rinishda yozilgan bo'lsa, shu ko'rinishda songa o'giriladi. Mana 5i qoldi. Mana shu ko'rinishda biz sonlarga o'girib turib ishlashimiz mumkin. Parse float ham tushuntirib ketaman. Bu sonni butun qismi bilan o'giradi. Ya'ni butunli kasr songa o'girish hisoblanadi. Endi funksiyani bitta tushuntirib beraman. Boshdan oxirigacha mana hisoblash funksiyasi, mana HTML yozib oldik, qilib oldik, kerakli amallar bajarildi, yozdik, struktura qurildi. Endi knopka bosilyapti. Hisoblash knopkasi bosilsa, on click funksiyasi yozildi, hisoblash degan funksiya bor. Hisoblash funksiyasi bizda main.js ni ichida yozildi. Mana hisoblash funksiyasiga JavaScript keladi. Endi buni bajarishga harakat qilamiz. Endi 4-qatorda biz a sonni qiymatini olyapmiz. Mana bu yerda inputda yozilgan. O'sha knopka bosilgan paytdagi a sonni ichida yozilgan qiymat olinadi. Pustoymi farqi yo'q uni, qanaqa son bo'lsa, sonmi yo'qmi, harfmi olinadi. Baribir aynan shu knopka bosilgan holatda ikkinchi inputning ichidagi son olinyapti, ya'ni value orqali o'tgan darsda tushuntirdim. Va amallar ichidagi qaysidir shu amaliyot, amal bajarishimiz uchun kerak bo'ladigan qaysidir amal tanlangan bo'lish kerak edi. O'sha tanlab turilgan amal olinyapti xotiraga, ya'ni upper degan o'zgaruvchiga. Ana endi mana shu joyda men pustoy bo'lsa hisoblamasin deyapman, ya'ni mana bunaqa holat bo'lib qolsa, buni hisoblash bo'lsa hisoblamasin. Shu hisoblamasligi uchun men bitta if tekshiruvini amalga oshiryapman. Agar deyapman a son
teng bo'lmasa pustoyga, ya'ni unda o'tirganligi uchun inkoriy shakli hisoblanadi. Teng emas pustoyga va b son teng emas pustoyga, ya'ni inkor shakli. Ya'ni ikkalasi ham ma'lumot bo'lmagan holatini qidiryapmiz. Ma'lumot bo'lmasa deyapman, ya'ni pustoy bo'lmasa, ya'ni bo'sh bo'lmasa deyapman. Xotirada bitta result, ya'ni hisob-kitob qilib o'zgaruvchini yozadigan qiymatni, o'zgaruvchini yaratyapman, uni default holatda 0 ga tenglab qo'yapman. Va tepada ko'rdik, agar parse float amaliyoti bilan uni haqiqiy songa o'girib, ya'ni butun songa o'girib, shu amal bajarish mumkin bo'lgan songa o'girib. Sonlar tayyor bo'lganidan keyin biz endi qaysi operator tanlanganini bilmaymiz. Ya'ni qo'shish, masalan, odam biladi, qo'shish tanladi, lekin dastur bilmaydi buni, JavaScript bilmaydi. Shuning uchun JavaScript da biz operator tekshiramiz. Plusmi, minusmi, ko'paytiruvmi, bo'luvmi. Agar qaysi biri tanlanganligiga qarab turib, ya'ni mana bu yerda ishora keladi, bu yerda bizda mana value degi ishora keladi. Tanlanganiga qarab turib, resultga kerakli amaliyotni bajarib qo'yamiz, ya'ni qo'shamiz yoki ayiramiz yoki ko'paytiramiz yoki bo'lamiz. Va oxir oqibat resultni qiymati aniq bo'ladi. Parametrli idli anaqamizga, spanimizga u narsani inner text orqali resultni chiqarib qo'yamiz va oxir oqibat bizda ma'lumotlar chiqishni boshlaydi. Masalan, qo'shish 1 2 3 ko'paytirish tanlab qo'yman, mana 3 ko'paysa 6 va hokazo. Endi shunaqa holat bo'lsa, bizni hozir biz bugun 10 klik turini ko'rdik. Boshqa turlarni ham ko'raylik, qanaqa bo'lar ekan. Xo'p, mana shu joyi o'zida o'zgartirmasdan, masalan, mana bunaqa bo'lishini xohlayman, qarang. Agar inputning ichiga qanaqadir son yozilsa, masalan, 57 yozildimi? Ikkinchisiga masalan 67 yozildimi? Sirazu agar yozilgan bo'lsa, ikkala input ham yozilgan bo'lsa, ishlab ketsa, ya'ni funksiya ham ishlab ketadigan bo'lsa, u holatda yana men bunga qo'shib qo'yaman. Hisob funksiyasini chaqirib qo'yaman. Mana 10 kelyapti, hisob funksiyasini chaqirib qo'yaman. Tekshiradigan bo'lsak, mana b sonni kiriting deyapti. Okey, b sonni kirgizaman. 3 mana qo'shish tanlanib turibdi, 3 chiqardi o'sha. Endi birni o'chiraman-da, o'rniga, misol uchun, okey. O'rniga 56 yozaman. Avtomatik 58 chiqarib qo'yapti mana. Xuddi shu 56 bo'lsa, masalan, 6 qilib chiqarib qo'yishim kerak, o'shanda to'g'ri chiqadi. Endi men shunaqa narsa xohlaymanki, yozmay, masalan, yozib qo'ydim tayyor. Prosta 54 o'sha eski qiymat qolib ketyapti. Chunki men bundan oldin ayirish amaliyotini bajardim. Endi menda shunaqa holat bo'lsinki, amallar bajarilsa ham, mana amallar tanlansa, agar inputning ichida ma'lumotlar bo'lsa, o'sha tekstlar o'zi ma'lumot bo'lmasa qo'ymaydi bunga, tepada alert chiqadi. Ma'lumot yozilgan bo'lsa, hisoblab bersin. U holatda mana o'zgarishga yozamiz. On change bu holat o'zgarishiga tegishli, ya'ni bir holatdan ikkinchi holatga select ichida 3-4 ta anaqa turibdi. Nima deymiz? Option turibdi. Birinchisi tanlanib turibdi. Ikkinchisi tanlandimi? Demak, bu ikkinchisi birinchisining o'rniga tushyaptimi? Demak, bu on change bo'lyapti, ya'ni o'zgarish holati bo'lyapti. Ya'ni bular ikkalovi joyi almashyapti. Shuning uchun biz bu holatni ham ishlatishimiz mumkin bo'lar ekan. Mana tekshirib ko'raman. Mana 2, okey. 3, qo'shish 5 turibdi. Mana ayirishni bossam -1, ko'paytirishni bossam 6, bo'lishni bossam 600 0.166 va hokazo mana. Masalan, 30 yozib turib, masalan, qo'shishni bossam 34, ko'paytirishni bossam boshqacha hisoblash degan narsa endi deyarli simvolichniy bo'lib qoldi, ya'ni knopkamiz simvolichniy bo'lib qoldi. Bu endi kerak ham emas. Mana shu ko'rinishda biz hozir bir vaqtning o'zida inputlarni ustiga o'sha inputli yozilgan ma'lumotlarni change mumkin ekan. Bugun ko'rganimiz ya'ni shu on change hodisasi. Bitta funksiyani hozir bemalol har xil funksiyalarni yaratib,
xohlagan hodisamizga, xohlagan elementimizga chaqirishimiz mumkin bo'lar ekan. Bu narsaning imkoniyati shu bizda hisob kitob yoki qanaqadir elementlarni bajarish uchun kerak bo'ladigan holatlardan bittasi ekan. Xo'p, bu amaliyot birinchi